Hurmatli obunachilarimiz, hozir biz ayni vaqtda Namangan shahrida Rahmatullo osh markazi deganmiz. Tungi soat 23:00. Saharlikka harakat qilishyapti. Hozir oshlar bilan tanishtiraman sizlarni. Bunisida Devzira. Mana Azamxonga yo'llanamiz. Hormen. Assalomu alaykum. Charchamasdan. Olyapsizlarmi? Yaxshimi? Rahmat. O'zingizni ham. Ha, sekin bir oshlarni obzorini qilaylik degandik. Qanaqa oshlar bunda? Devzirada zaytun yog'ida. Ha. Bag'i lazır to'y oshi. To'y oshi. Uchtasida ham. Ha, bu kattada ham. Ha, bu kattada ham to'y oshi. Necha kilogramm bunga sig'adi hozir? Bunga 150 kilogramm sig'adi. Lazır. To'y oshi. Ha. Nechiga tayyor bo'ladi hozir mana bu? Ikkiga ochamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Hurmatli bizni kuzatayotgan muxlislarimiz, bugun biz Rahmatullo osh markazini osh tayyorlash jarayonini birma-bir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Avval qozonga yog' solinadi. Va bu joyda tabiiy o'tinda oshlar pishiriladi. Masalliqlarimiz mol go'shti, qo'y dumbasi, no'xat. Mana birma-bir go'shtlarni qizib turgan yoqqa tashlanadi. Va yaxshilab qovurib olinadi qizargunicha. Va uni ketidan piyoz tashlanadi. U ham birga qovuriladi. Keyin esa sariq sabzi, tuzlari, ziravorlarni bir qator sozlab, yana qovurishda davom etamiz. Ko'rinishi boshqacha bo'lib pishyapti. Endi navbat no'xatga. No'xat uyib, yumshoq bo'lib qolgan no'xat. Albatta, do'stlar, sizlar kesalaring, xuddi shunday joylar sizlarni kutib oladi. No'xat yaygandan so'ng bir qator no'xatni yozib olib, biroz qaynatamizda, tuzlarni rostlab, uni ortidan ziralarni solib, bu katta osh bo'lganligi sababli har bir ziravor yoki tuzlarni birma-bir solib ketish kerak edi. Mana endi dumba yog'lar tushyapti. Dumba yog'lardan so'ng yana sariq sabzi. Sariq sabzini yayib, obdon hamma yo'g'iga yog' tegadigan qilib olingandan so'ng qizil sabzi, uni ketidan suv solinadi. Suvlarni ham oddiy suv emas, minerallarga boy oshni yanada shirinroq qilish uchun mineral suv quyiladi. Oshga bu juda ham mazza beradi. Endi esa kishmishga navbat. Mayiz. Mana mayizlarni ham solib oldik. Endi esa dimlab 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Mana 2 soat ham o'tdi. Endi navbat guruchga. O'tni baland qilib, rosa qaynatib turib, damlash jarayonida o't rosa ham baland bo'lishi kerak. Mana guruchni solishni boshladik. Guruchlar bir xil me'yorda suv tegadigan qilib
yoyilib boriladi. Albatta bunda katta qozonda damlashni o'zi bo'lmaydi. Bunga juda ham ko'p stajlarga egador Rahmatullo aka va Hikmatullo akalar katta po'rlik qilib shu oshlarni damlashadi o'zlari. Yana ziravorlardan solamiz. Qaynashini qarang buni. Mana shunday patnislar orqali dimlab turib, yana 1 soatga oshni o'z holatiga qo'yib qo'yamiz. Mana hozir guruchlarimiz bir tomonlari pishishga yaqinlashib qoldi. Endi damlash jarayonida bu zirvakka aralashmagan holatda guruchlarni aralashtirib bu jarayon guruchni bir xil pishishiga yordam beradi. Va ozgina suv solib turib, yana tepasidan dimlab qo'yamiz. Yarim soat davomida yana guruchlarimiz yetiladi. Rahmatullo osh markazida bugungi kunda 250 kilo, 300 kilogacha oshlar damlangan. Mana va nihoyat oshimiz tayyor. Endi oshni bir qator buzib olamiz. Odamlar birma-bir kelishni boshlagan. Juda ham ko'p odam kelyapti oshga. Bu osh shirinligidan. Mana guruchlar bilan sabzilar, har xil ziravorlar, mana no'xat deysizmi, mayiz deysizmi, go'shtlar shunaqangi xil bo'lib pishgan. O'zi kadrda ko'rinib turibdi. Juda ham chiroyli osh bo'ldi. Albatta kelaverasizlar. Lokatsiyani Osiyodagi hayot Telegram kanaliga tashlab ketamiz. Bu iplarni baylashga sabab go'sht titilib ajrab ketmasligi uchun xuddi shunday iplar orqali bog'lanadi go'shtni. Mana suvaylar ajrashlardan bilasiz, qanaqa qilib pishganini, qay darajada pishganligini bilsa bo'ladi. Juda ham odam ishtahasini ochib yuboradi bu go'sht. Bundan keyingi videolar qaysi taom haqida bo'lishligini kommentariyada yozib ketsalaring, sizlarga biz yana o'sha so'ragan taomlarni pishirish jarayonini noldan tushuntirishga harakat qilamiz. Bugungi videomizda Rahmatullo osh markazining obzorini qildik. Yana sizga yaqinroq shunday lokatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada iltimos yozib keting. O'zbekiston bo'ylab, Osiyo bo'ylab biz sizlarga xuddi shunday videolar qo'yishda davom etamiz. Bizga yaqindan yordam bergan Rahmatullo osh markaziga rahmat aytamiz. Kelish kerak. Oling.
ba'zi haqiqiy o'sha Toshkent quyoshini ta'mini beryapti. Bu shunaqa tosh. Kelaverasizlar. Osiyodagi hayot Telegram kanaliga lokatsiyani tashlab ketamiz.
Namangandagi eng katta osh markazi bo'lib, bu juda ko'p odamlarga oshlarni yetkazishda davom etyapti. Anchadan shunaqa faoliyat yurgizishyapti. Bu qozonni ham ko'rsalaring, ancha katta qozon. Namanganda bitta bo'lib turibdi bu qozon. Yana video davomida qolgan narsalarni ham obzorni qilib ketamiz. Ha, kichkintoylar bo'lishi. Lazer oshimizda qo'y go'shti, mol go'shti, mana piyoz, shu retseptlardan iborat. Video davomida paparatkasi bilan davom etib ketamiz. To tayyor bo'lguncha obzorni qilib beramiz sizlar uchun.